Solomon Taqim Orollari Bosh ministri Manasseh davlatining Xitoy bilan bexatarlik kelishimi imzolashga tayyor ekanligini aytdi. Oldin qatta oshkorlangan loyihaga asoslanganda mazkur kelishim Xitoyning bu orol davlatida harbiy xodimlarni o'rinlashtirishi qatorliq modellarni o'z ichiga oladi ekan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Xitoy yaqinqi yillardan buyon G'arbiy Tinch okeanda o'ziga qarshi qurilgan ittifoqqa qarshi tadbirlarni kuchaytgan. Bu orqa ko'rinishda Xitoyning Solomon Taqim orolidagi mavjudligining Avstraliyani andishiga soladiganligi ko'rsatildi. Rossiya bilan Ukraina suhbat vakillari 29 mart İstanbulda bir yerga jam bo'lib tunji yig'inini o'tkazdi. İstanbulda o'tkazilgan yig'inda ba'zi masalalarda o'rtaq tonish hosil qilinganligi xabar qilindi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova bu vaqtdagi bayonotida biz Turkiyaning Rossiya-Ukraina suhbatida va masalani umumyuzlik hal qilishda o'ynagan murassachilik roli va tirishchanligiga haqiqatan minnatdor dedi. Amerika Federatsiya aloqa komiteti Rossiyaning Kaspersky tajribaxonasi bilan Xitoy telegraf va ko'chma xabarlashish shirkatlarini Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid soladigan aloqa uskunalari va mulozimat tizimligiga kirgizdi. 2019 yili Amerika Federatsiya xabarlashish komiteti qonun bo'yicha qonun texnikasi Zhongxing, Shenzhen Haynamda, Hangzhou Haykang va Zhejiang Dahua texnikasi qatorliq 5 Xitoy shirkatini davlat bexatarlik tahdidi tizimligiga kirgizgan edi. Gollandiya hukumati josuslik qilganligi uchun 17 Rossiya diplomatini qo'g'lab chiqardi. Gollandiya Tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra ijtimoiy aloqa to'rida o'zlarining Rossiya diplomatlarini josuslik bilan qo'g'laganligini e'lon qildi. Kanadaning havo armiyasining yangi bir avlod kurashchi aeroplaniga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 88 dona F-35 aeroplani setib olganligi e'lon qilindi. Kanada davlat mudofaa ministri, davlat setib olish ministri Filomena Tassi bilan o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zlarining 88 dona yangi kurashchi aeroplan setib olishni planlaganligini, bu setib olishga 19 milliard dollar xomchot ajratganligini e'lon qildi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish va Uyg'urlarni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash bilan ayblangan Xitoyda 2013 yildan 2020 yillari tunji nikohlanganlarning soni 48,5% azaygan. Bir nüfus tadqiqot markazining natijasiga qaraganda 2013 yili 23 million 850 ming bo'lgan tunji to'y qilgan er-xotinlarning soni 2020 yili 12 million 280 mingga tushib qolgan. İqtisodshunos James Liang muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, to'y va bola beqish tannarxining ishishining yoshlarning to'y qilishga to'salg'i bo'lganligini aytdi. Barselonada komandasining raisi Joan Laporta bu faslning beshida Paris Saint-Germain komandasiga yetkilib kelgan va Barselonaga qaytishi mumkinligi haqida uchurlar tarqalgan dongliq futbolchi Messi haqida u dunyodagi eng munavvar futbolchi, ammo uning qaytib kelishi bizning kun tartibimizda emas dedi. Laporta yana klubning hozirgi iqtisodiy sharoitida Kylian Mbappe va Erling Haalandning yutkilishining mos kelmaydiganligini bayon qildi.